xayriya mablag'larga muhtoj bo'lib qolsa, ular endi xayriya yig'a olmaydimi? Kasal bo'lmagan odamlarni ham qo'yib turib aldov yo'li bilan pul yig'ishlar bo'ladi. Hozir ochiq oydin aytishimiz kerak, tomoshabinlar noto'g'ri tushunishmasin. Xayriya qutisi o'zi kim tomonidan o'rnatiladi? Mana shu xayriya ishlariga yordam ko'rsatayotgan, shu bilan shug'ullanayotgan blogerlar ham bor. Ularning faoliyati qanday bo'ladi endi o'sha? G'araz niyatda amalga oshirayotganlar ham ko'payib ketdi. Jarimani miqdori pasaytirilgan. Hech kimni boshiga tushmasin, kim $10,000 sabr tashkilotiga berdi uni. biz pul yig'a olmaymizmi? Faqatgina o'zini kartasiga yig'ish kerak. Podkastlarning asosiy maqsadi kuzatuvchiga aniq ma'lumotlarni yetkazishdan iborat. Bugungi podkastimizda esa xayriya va homiylik faoliyatidagi qonunchilikdagi o'zgartirishlar, qo'shimchalar haqida suhbatlashamiz. Mana shu bilan bog'liq ma'lumotlarni sizga yetkazishga harakat qilamiz. Hammaga assalomu alaykum va bugungi podkastimizning suhbatimizning mehmonlari Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Bekzod Cho'liyev hamda Sabr Respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish markazi rahbari Mavludaxon opa Shirin. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz, xush kelibsizlar. O'zbekistonda xayriya va homiylik faoliyatini aniq tartibga soluvchi qonun qabul qilindi. O'zi bu qonunning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat? Joriy yilning shu 21-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bilan demak bir qancha qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Shu homiylik to'g'risidagi qonun, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonun, jamoat fondlari to'g'risidagi qonun va bir qancha qonunlarga davlat boji to'g'risidagi qonun va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarning asosiy maqsadi shu nodavlat notijorat tashkilotlarini faoliyatini yana ham takomillashtirish, ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shu kafolatlarni yana ham mustahkamlashga qaratilgan. Demak, qiziqarli tarafi, ya'ni homiylik to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlar bo'ladi. Bu demak hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda jamiyatimizda homiylikni yaxshi ko'radigan, o'sha bir-biriga yordam beradigan xalqparvar xalqimiz. Shuning uchun ham ko'p holatlarda mana shu homiylik faoliyatiga oid ko'p muammolar yuzaga kelyapti. Shu jumladan, ya'ni homiylik ostida boshqa moliyaviy, ya'ni odamlarni aldash yo'li bilan pulga ega bo'lish yoki bo'lmasa ularning ishonchiga kirib mana bu bank kartalari orqali pullar yig'ish kabi holatlar ko'p yuzaga kelgani sababli mazkur qonun ishlab chiqilib, demak parlament tomonidan qabul qilindi, prezident tomonidan imzolandi. Mana asosiy maqsadi, ya'ni o'sha homiylik faoliyatini, ya'ni homiylik qutilari yoki bo'lmasa hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha og'ir ahvolga tushgan yoki bo'lmasa bir ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan biron bir loyihani yoki bo'lmasa birovga yordam berish uchun pul mablag'larini yig'ish maqsadida o'sha qo'yilayotgan e'lonlarni tartibga solish. Hozir ochiq oydin aytishimiz kerak, bizni podkastimizni, suhbatimizni tomosha qilayotganlar orasida ham va ijtimoiy tarmoqlarda shunday qonun loyihasida o'zgartirish bo'lar ekan deganda har xil muhokamalar bo'lib ketdi. Noto'g'ri tushunmovchilik bo'lmasin, tomoshabinlar noto'g'ri tushunishmasin, aniq aytaylik. Xayriya ishlari naqd pul shaklida bo'lishi mumkin, pul ko'chirish shaklida, plastik kartalarga pul o'tkazish shaklida bo'lishi mumkin. Deylik, hech kimni boshiga tushmasin, kimnidir farzandi yoki qarindoshi shunaqa xayriya mablag'larga muhtoj bo'lib qolsa, ular endi xayriya yig'a olmaydimi? Yaqin qarindoshi bo'lsa, masalan. Qonun bilan demak o'sha plastik kartalarga aynan to'xtaladigan bo'lsak, ko'proq shu narsa juda ham hozirgi kunda ommabop bo'lib ketgan. Kimlardir bundan foydalanyapti, turli maqsadlarda foydalanishyapti. Qonunni o'zi qabul qilinishining ham asosiy sabablaridan ham bittasi shu aynan ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha e'lonlar berib, boshqa shaxsni kartasiga pul yig'ib, keyin u pullarni o'sha muhtoj odamga yetib bormasligi sabab bo'ladi. Ayrim holatlarda hattoki o'sha fake deymiz, ya'niki yo'q yoki bo'lmasam yo'q odam yoki umuman kasal bo'lmagan odamlarni ham qo'yib turib aldov yo'li bilan pul yig'ishlar bo'ladi. Bu holatda demak qonunda aynan yaqin qarindoshlar tushunchasi berildi. Xo'p. Unga kimlar kirishi aniq ko'rsatib o'tildi va o'sha yaqin qarindoshlar tomonidan o'sha muhtoj odamga pul mablag'larini, ya'ni o'sha plastik karta orqali yoki bo'lmasa naqd ko'rinishda yig'ish mumkin va unga yetkazib berilishi mumkin. Endi bunda demak o'zi yoki qarindosh, yaqin qarindosh degandan keyin bu o'sha ota-onasi, tug'ishgan yoki o'gay aka-ukasi va opa-singillari, eri, xotini, farzandi deb aynan shu ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari aniq belgilab qo'yilgan qarindoshlar. Xo'p. Undan tashqari o'sha farzandlikka olingan bolalari, bobosi, buvisi, nevaralari yoki shuningdek erini, xotini, ota-onasi, tug'ishgan yoki o'gay aka-uka, opa-singillari deb aynan
aniq qilib ko'rsatib o'tildi. Yuridik shaxslar tomonidan yig'ilishi bu demak pulni yig'ishdan oldin albatta buni ijtimoiy tarmoqlarda bir kun oldin demak e'lon qilishi, ya'ni nima maqsadda, kim uchun, qancha muddatda necha pul kerakligini e'lon qilinadi. U o'sha muddat o'tgandan keyin o'sha aytaylik u quti ko'rinishida yig'ildimi yo o'sha yuridik shaxsning hisob raqamiga tashlab berildimi yo naqd pul shaklida kelishi mumkin. Aytaylik yana bitta holat bor, mol mulk shaklida ham kelishi mumkin. Kimdir mol mulk berishi mumkin. O'sha holatlarda hammasida demak dalolatnoma tuziladi. Agar mol mulk bo'ladigan bo'lsa dalolatnoma tuziladi. Quti shaklida bo'ladigan bo'lsa kamida ikkita xolis ishtirokida u narsa ochilib, hisoblab olingan pul o'sha yuridik shaxsni, ya'ni tashkilotni hisob raqamiga o'tkazilib, o'sha summa demak homiylik faoliyatiga yo'naltiriladi. Homiylik ishlari amalga oshirilmaydimi? Biz pul yig'a olmaymizmi degan savollar bo'lishi mumkin. Kim yig'a oladi o'zi? Kim homiylik qilishi mumkin? Xayriya ishi bilan har qanday inson o'sha jismoniy yuridik shaxs ushbu faoliyatni amalga oshirishi mumkin. Homiylik tashkiloti o'zi qonunga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotidir. Nodavlat notijorat tashkiloti bu o'sha adliya organlarida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan tashkilotlardir. Aytaylik, bir jismoniy shaxs agar bironta bir yordamga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa to'siqlarsiz o'z nomiga rasmiylashtirilgan o'sha bank kartasi yoki bo'lmasam o'sha karta orqali aytaylik ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berib turib pul mablag'ini yig'ishi mumkin. Mana shu xayriya ishlariga yordam ko'rsatayotgan, shu bilan shug'ullanayotgan blogerlar ham bor. Ularning faoliyati qanday bo'ladi endi? O'sha nodavlat notijorat tashkilotlarga jalb qilinadimi? Ular ham ro'yxatdan o'tkaziladimi yoki xuddi shu tartibda ishlayveradimi? Oddiy qilib aytganda, o'zining taniqliligi yoki bo'lmasam o'sha o'zining auditoriyasiga ega bo'lganligi sababli ayrim misol uchun o'sha muhtoj insonlarga yordam berish maqsadida qilinadi-ku o'zi bu narsa. Ko'pchiliklari bu narsani g'araz niyatda amalga oshirayotganlar ham ko'payib ketdi. Shu narsani oldini olish uchun muhtoj inson haqida ma'lumotni yoritishda uni shaxsan o'sha muhtoj insonni yo bo'lmasam uni yaqin qarindoshini plastik kartasini e'lon qilish kerak. O'zining plastik kartasini emas. Emas, yo'q. Muhtoj insonning o'zini yoki yaqin qarindoshini. Bu narsa endi qonunchilikda aynan u ko'maklashiladi degan narsa ketdi. Ya'ni o'sha muhtoj odamga pul yig'ishda ko'maklashishi mumkin. Bunga hech qanaqangi to'sqinlik yo'q. Faoliyatiga taqiq qo'yilmagan. Faqatgina o'zini kartasiga yig'ish kerak emas. Tushunarli. Bizdagi xayriya qutilarini endi bilamiz. Bu masjidlar oldida va do'konlarda, dam olish maskanlari oldida bo'lishi mumkin. O'zi bu to'g'rimi? Qanday holatda o'rnatish o'zi to'g'ri hisoblanadi? Qayerlarda qo'yilish kerak? Kimlar uni o'rnatish kerak va kimlar nazoratga oladi? Xayriya qutilarini nazorat qilish shu mazkur qonun bilan demak ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'sha o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra o'sha ichki ishlar organlari tomonidan bu narsa nazorat qilinadi. Avvalambor xayriya qutisi o'zi kim tomonidan o'rnatiladi? Xayriya qutisi o'sha homiylik tashkilotlari, homiylikni amalga oshiruvchi oluvchi yo bo'lmasam uni amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan, yuridik shaxslar tomonidan o'rnatiladi. Bu qayerga o'rnatiladi va qanaqa uni talablari deganda, demak avvalambor xayriya qutisi shaffof bo'lishi kerak. Shaffof ya'ni ichi ko'rinadigan, imzolangan, muhrlangan va yoki plombasi bo'lishi kerak bo'ladi. Xayriyani yig'ishning maqsadi, uni qo'ygan o'sha yuridik shaxsning o'sha rekvizitlari, ma'lumotlari aks ettirilgan bo'lishi kerak. Uni demak savollar bo'ladi, aytaylik, u to'lib qolsa nima bo'ladi va qancha vaqt turadi degan narsalar bor. Qancha vaqt bo'lishi kerak, qancha vaqtda ochiladi u. Ma'lumotlarda o'sha aks ettiriladi. Aytaylik, buni maqsadi shu, demak biz pul aytaylik mana shunaqa muddatga yig'yapmiz degan misol uchun ko'rsatilishi mumkin. Xayriya quti to'lgan bo'lsa, aytaylik, vizualda ko'rinyapti, to'ldi. O'sha holatda ochib uni olinib, yana bo'shatib, yana qo'yilishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'shanga ehtiyoj yuzaga kelgan holatda. Ya'ni ehtiyoj yuzaga kelganda aytaylik bir shaxsni aytaylik davolash uchun pul yig'ildi, uning uchun qutilar joylashtirildi deylik. U tezroq davolanish kerak bo'lib qoldi, pul kerak bo'lib qolgan holatlari bo'lishi mumkin. Shu holatda uni xayriya qutisi ochiladi, lekin uni ochishda ham tartiblari bor, uni ham aytib o'taman. Xayriya qutisini o'rnatishda aynan o'sha yuridik shaxs tomonidan bironta bir apteka yo magazin deyildi bo'yi, shu bironta bir yoqilg'i shoxobchasi yoki bo'lmasa dam olish joylari, maskanlar bo'lishi mumkin. Har qanday o'sha joyda qo'yilganda aytaylik o'sha joyda egasi, ya'ni o'sha boshqa yuridik shaxs bilan shartnoma tuzish. Aytaylik, bu deganiki xohlagan odam kelib xohlagan joyda qo'yib keta olmaydi. O'sha yoqilg'i shoxobchasi deylik, aytaylik, yoqilg'i shoxobchasini o'sha egasi bilan o'rtada shartnoma tuzilib, qancha muddatga nima maqsadda
o'sha narsalar belgilanadi shartnomada. Tushunarli, bezdik. Qo'shimcha qilmoqchisiz. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana rivojlangan davlatlarda, juda ham ko'p davlatlarda mana shu xayriya yig'ish jarayoni qat'iy nazorat qilinadi. Mana shu qonunni ko'rib chiqqanimizda, shu bizni qonunimiz ham shu qabul qilingan mana shu xayriya qutilari deymizmi? Umuman xayriya pullarini yig'ish juda ham aniq va tiniq qilib belgilab qo'yilgan. Hozir zo'r fikrni aytib o'tdingiz. O'zim qiziqqandim. Haqiqatan ham qandaydir qonun loyihasi ishlab chiqilishida bu qaysidir davlat, rivojlangan davlat tajribasi o'rganiladi. Aynan mana shu loyihani o'rganish jarayonida qaysi davlat tajribalaridan foydalanildi, o'rganildi ularning qonunchiligidan? Albatta bu qonunni ishlab chiqishda o'sha MDH davlatlari, Yevropa davlatlari, ko'pchilik davlatlarda asosan keyin yana arab davlatlarini qonunchiliklarini, tajribalarini o'rganganmiz. Nimagaki homiylik juda ham ko'p davlatlarda tartibga solingan. U yerdagi yangiliklar ayrim davlatlarda ham juda ham haligi qattiq choralar qo'llanilishi, ko'p davlatlarda misol uchun ularni tartibidan tashqari ularning miqdori ham hattoki chegaragan Belgilab qo'yilgan aniq miqdorlar. belgilanganligi o'shani hisobga olib biz o'zimizda, ya'ni o'sha xalqimizda nimasidan kelib chiqib, ko'pchilik o'sha nodavlat nochora tashkilotlarning fikrlarini hisobga olgan holda qonunni muhokamalari bo'ldi, ko'pchilik fikrlari olindi. Nodavlat notijorat tashkilotlari, ya'ni homiylik tashkilotlarining noqonuniy faoliyat yuritishi qanday javobgarliklarga sabab bo'ladi endi? Davlat ro'yxatidan o'tmasdan faoliyat yuritishga oqibatlari qonunda belgilab qo'yilgan. Davlat ro'yxatidan o'tmasdan faoliyat yuritgan entitalarning ishi qonuniy emasligini hamma bilish kerak endi qonun orqali. Birinchidan, ikkinchidan bunday tashkilotlar qonun hujjatlariga muvofiq ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Qonun ishlanayotgan paytida nodavlat jamoat tashkilotlarini fikrlari, mulohazalari talab qilinib olgandi. So'ralgani demoqchisiz, takliflar Biz shunda so'ralgan. takliflarga bergandikki, noqonuniy ish faoliyatini ro'yxatdan o'tmasdan o'tkazadigan nodavlat jamoat tashkilotlariga yoki bo'lmasam ramzlarini ro'yxatdan o'tkazmasdan faoliyat ko'rsatadigan nodavlat jamoatlar, o'shalarda biz o'zimizni fikrimizni berdik sabr sifatida. Bizni fikrimiz qarasak qonunda inobatga olingan, ya'ni olinadigan jarimani miqdori pasaytirilgan. Aytmoqchisizki, masalan, men nodavlat notijorat tashkilot sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsam, noqonuniy faoliyat yuritayotgan bo'lsam, jarimalar miqdori menga kamaytirildi. Kamaytirildi. Qanchaga kamaytirildi? Masalan, mana shu ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, 15 dan 10 gacha tushirildi. Bazaviy hisoblash miqdorini 15 baravardan 10 baravarga tushirildi. Va boshqa jarima solinadigan qonunbuzarchilik bo'lgan bo'lsa, nodavlat jamoat tashkilotlari, ulardan ko'plari ham shunday tushirilibdi bu qonunda. Nodavlat notijorat tashkiloti o'zi qanday tashkilot degan savolda ham aytib o'tilgan. O'sha ijtimoiy maqsadlarda o'zaro fuqarolarning o'sha birlashishi oqibatida shu tashkil etilgan o'sha nodavlat notijorat tashkiloti va eng asosiysi uni demak asosiy faoliyati tadbirkorlik faoliyati bo'lmagan va olingan daromadni o'z ta'sischilari orasida taqsimlamaydigan tashkilot deb belgilangan. Qiziq bir o'zgarish bo'ldi, ya'ni asosan bu jamoat fondlarida edi, ya'ni ma'muriy xarajatlar uchun belgilangan o'sha pul miqdoridan oshib ketishi yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga o'zgarish kirdi. Buni mazmuni shundan iboratki, ya'ni homiylik tashkilotlari o'sha olingan homiylik pulidan aytaylik o'zlarining faoliyatini muvofiqlashtirib turish uchun 30% gacha aytaylik ma'muriy xarajatlarga sarflashi mumkin. Bu nima xarajatlar? Bu o'sha tashkilotning yuridik shaxsning o'sha svet, bino, qolgan 70% ni aynan homiylikka yo'naltirilishi kerak. Bir xil homiylik tashkilotlari bo'lishi mumkin. Oladida 80% gacha yoki bo'lmasa umuman bermasligi ham mumkin. Yoki bo'lmasa 50% ni o'ziga ishlatib turib, 50% ni ana muhtojga ishlatishi mumkindir. 30% dan oshirilgan taqdirda bunga ma'muriy javobgarlik belgilandi. Qutilarni ochishda video tasvirga olinish kerakligi, pul mablag'larini o'sha kerak bo'lgan aynan o'sha muhtoj bo'lgan odamga yetib borishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqildi shu narsa. Oldin faqat pulni mana shuncha grant oldim deb masalan e'lon qilinadigan bo'lsa, qonun bo'yicha endi u pulni qayerga sarflaganingizni ham e'lon qilishingiz kerak. Tushunarli. Nima maqsadda foydalanasan bu puldan? Chunki oldin bo'ldi shuncha ming dollar oldikda yo shuncha million so'm pul oldik deb e'lon qilish emas, endi o'sha pulni qanchalik nimaga ishlatildi, shaffoflik. Bu majburiyatga kirdi endi
NNTlar uchun. Tashqi manbalardan pul mablag'larini olish adliya organlari bilan kelish tartibi bor. O'sha 527-son Vazirlar Mahkamasi qarori. Unga ko'ra demak, u yerda ham ko'pchilik yangi nimalar kiritilgan. Ya'ni BXMning oldin 20 baravari bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda BXM 100 baravargacha bo'lgan pul mablag'lari 1 yil mobaynida bitta o'sha istochnik deymiz-ku, ya'ni bitta nimadan, tashkilotdan aytaylik, bitta o'sha maqsadda 100 baravargacha olinganda u holatda kelishilmaydi, faqat ma'lumot uchun kiritiladi. 100 baravardan oshganda u narsa kelishiladi. Kelish muddatlari avvallari o'sha 40 kungacha bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 15 kunga qisqartirilgan. Aytaylik, olinayotgan pul mablag'i loyihalar uchun olingan pul mablag'lar 1000 baravarda, BXMning 1000 baravardan baland bo'ladigan bo'lsa, u holatda adliya organi tomonidan unga o'sha milliy hamkor belgilanadi. Demak, o'sha qaror bilan biriktirishda ularning huquq va majburiyatlari ham belgilangan, ya'niki o'sha pul to'g'ri yo'naltirilishi, loyihani amalga oshirilishi, u holatda demak davlat tashkiloti o'sha tashkilotning vakili tomonidan hech qanaqa oylik yoki bo'lmasa hech qanaqangi foyda ko'rilmasligi, NNTga tazyiq o'tkazilmasligi yoki bo'lmasa uni faoliyatiga aralashilmasligi, faqatgina unga ko'mak berishi. Bezdagi masalan deylik, men nodavlat notijorat tashkilotiman. Meni faoliyatimga boshqalar aralashuvini qanday nazorat qilsa bo'ladi? Boshqalar degani davlat organlari tomonidan. Bu narsa ham o'sha qonunchilikda belgilandi. O'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 197.8 moddasi kiritildi. Unga ko'ra o'sha nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yuzasidan yangi modda kiritildi. Ya'ni davlat organlari mansabdor shaxslar tomonidan nodavlat notijorat tashkilotini faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish o'sha ma'muriy javobgarlik keltirib chiqaradi. Bundan tashqari yana bitta yangi o'sha modda kiritildi. O'sha jamoatchilik nazoratini amalga oshirish bo'yicha, jamoatchilik nazoratida amalga oshirish natijalari bo'yicha tayyorlangan yakuniy o'sha hujjatni davlat organi tomonidan ko'rib chiqmasligi bo'yicha ham o'sha ma'muriy javobgarlik belgilandi. Homiylik mablag'larini ajratmoqchiman. Qaysidir viza karta orqali deylik, homiylik mablag'larini ajratmoqchiman. Ularning huquqiy kafolatlari qay darajada belgilangan? Men masalan xorijda bo'lsam qanday bilaman u nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tgan o'tmaganligini? Nodavlat notijorat tashkilotlarini, ya'ni O'zbekiston Respublikasidagi tashkilotlarni ro'yxatdan o'tgan o'tmaganlik yuzasidan o'sha adliya organlari rasmiy veb-saytimizda yoki o'sha yenjo.uz saytimizda o'sha ularning davlat reyestrlari mavjud. Ular bilan tanishib chiqish mumkin. Tashkilot nomi, uni qachon ro'yxatdan o'tganligi, davlat ro'yxatdan o'tgan o'sha guvohnoma raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Hozir o'zimni qiziqtirgan bitta savol tug'ilib qoldi suhbat jarayonida. Deylik, xayriya mablag'lari bitta inson uchun, shunga muhtoj bo'lgan inson uchun yig'ilyapti. Va o'sha mablag'lar yig'ilgandan so'ng, deylik, o'sha insonga foydasi tegmadi bu yig'ilgan mablag'larni. Deylik, o'sha xayriya yig'ilayotgan inson agar betob bo'lsa, olamdan o'tib qoldi yoki boshqa maqsadlarga ko'ra endi unga zarur emas pul mablag'lari. Qanday sarf qilinadi bu pul mablag'lari keyin? Homiylik mablag'larini o'sha pulni yig'ishda, o'sha boya aytib o'tilgani yig'ishdan oldin o'sha e'lon beriladi bir kun oldin, ya'ni qanaqa maqsadda, necha pul va qancha muddatda. Xuddi shunday pul mablag'larini o'sha yig'ish muddati tugaganda yoki o'sha kerakli summa yig'ilganda ham uni e'lon qilib boriladi. Bu narsa ya'niki o'sha mazkur o'sha e'lon qilingan homiylik o'sha faoliyatimiz bo'yicha aytaylik shuncha summa yig'ildi yoki bo'lmasa o'sha homiylik qutisidan yig'ildi yoki o'sha bank kartasiga yoki hisob raqamiga kelib tushdi degan ma'lumotni o'sha homiylik o'sha to'xtatilgan o'sha sanasidan boshlab o'sha pul yig'ish to'xtatilgan kuni bir kun ichida yana e'lon qilib boriladi. E'lon qilish vaqtida shu narsalar shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, u holatda endi homiylik tashkiloti uni boshqa homiylik faoliyatiga, ya'ni yo'naltirishi ham mumkin yoki bo'lmasa homiylik to'xtatilishi ham mumkin. Deylik, oila a'zolariga zarur bo'ladigan bo'lsa u. Albatta shu muhtoj odamlarga. Lekin aslida bizni tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, deylik bizga homiylik berildi va homiylikni qayerga ishlatamiz, kimga ishlatamiz? Masalan, bizga Coca-Cola kompaniyasi bir necha yil oldin $10,000 Sabrga shu xayriya ishlar uchun berdi. Yo'q, xayriya ishlar uchun emas, Sabr tashkilotiga berdi uni. Lekin biz uni shotga kelib tushdi u pul. Biz komissiya tuzdik, biz a'zolarimiz ichidan komissiya tuzib, komissiyada kelishdik. Mana bu nodavlat jamoat tashkilotiga mana shu pul berildi. Nima qilamiz bu pulni? O'sha paytda biz juda ham ko'p
kambag'allarni viloyatlarda o'qitayotgandik, ular biznes reja yozuvdi. Ular yozgan biznes reja biz ularga beradigan, ajratadigan mablag'imizdan juda ham ko'p edi. Keyin hammamiz o'zi aslida u pulni biz tashkilotni xodimlari ichida premiya qilib berishimiz mumkin edi. Lekin o'sha boshqaruv a'zolarimiz, komissiyani ichidagilar aytdiki, xodimlar ham aytdi, yo'q, mayli, o'sha yetmayotgan biznes planlarga kerakli jihozlarni olib beraylik dedi. Shunda biz $10,000 o'sha so'mda tushgan mablag'ni biznes rejalarini topshirib, o'zlariga jihoz kutayotgan hamkorlarimizga, o'sha biz o'qitgan insonlarga tarqatib berdik. Aytmoqchimanki, homiylik tashkiloti o'zidan o'zi pulni yig'ib, o'zidan o'zi sarf qila olmaydi. Aslida ham eng kamida 3 kishidan iborat komissiya tuziladi tashkilotning ichida va bu mana palonchiga yiqqandik bu pul, u palonchiga o'sha kerak emas bu pul, lekin buni bu yog'ini qanday qilamiz deb. Nimaga sarflaymiz? Nimaga sarflaymiz? Chunki u pul shu yerda turibdi. Siz o'zingizdan o'zingiz olib uni ishlatolmaysiz. Yo'q. To'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik. O'ylaymizki, bizni podkastimizni tomosha qilgan, suhbatimizni eshitgan ko'pchilik bu o'zini qiziqtirgan savollarga ham javob topa oldi degan umiddamiz va tashrif uchun Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Bekzod Ekachuliyevga, qolaversa Sabr Respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish markazi rahbari Mavludaxon Opashkirinovaga rahmat aytamiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Yana sizlar bilan suhbatlashamiz. Rahmat. Salomat.